Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi pritsepimiz tayyor bo'ldi. Bu pritsepimiz razmeri eni 180, uzunlik 3,5 metr. Bortning balandligi 40 cm bilan 35 cm orasida bo'ldi. Pritsepimiz elektr montajlari hammasi chiroyli bo'ldi. Elektr montajlari silindr shlankalarigacha qo'yildi. Bu pritsepimiz Farg'ona viloyati Quva tumaniga tayyorlangan pritsepimiz. Balonlarimiz 15-20 metr bo'lgan stupitsa diskasiga, risullarimiz traktor teleskasini risullar, o'slarimiz rossiyskiy biroy turbina. Silindrlarimiz katta pritsep silindrlardan bo'ldi. Pritsepimiz o'ngga chapga ag'diradigan holatda. Pritsepimiz yengilliklar, yurishlari juda ham yengil yuradi. Yuk ko'tarishlari 2,5 tonna, 3 tonna yuk olaveradi. Mana shu jiyanimiz ikkinchisini bo'ldi, tortib bitta ko'rsatib yurgizib beradi. Mobo tortadigan bo'lsa like patkaga tashlab qo'yaverasizlar. Nurmuhammad bitta tortib ber. Mana pritsepimiz hech kim itargani yo'q. Yurishlar yengil. Mana shu bola ikkinchi sinf. Mana ketishlar, yurishlar juda ham yengil. Like patkaga ayamasdan bosib qo'yaverasizlar, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buayda tumani Yangiqo'rg'on. Telefon nomerlarimiz 99 970 2204, 93 701 2204. Mini traktor uchun tayyorlangan pritsep. O'ngga chapga ag'diradigan variantida. Videomiz yoqqan bo'lsa like patkaga bosib qo'yasizlar. Mana shu jiyanimizga ham like patkaga ham bosib qo'yaverasizlar. O'zbekiston barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab beramiz. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.